Savol: Men uy oldi sotisida dallollik qilaman. Bu ish mumkinmi? Yaxshi dallollik qilinsa, aldamasdan, yolg'on gapirmasdan, halol poklik bilan, ochiq oydinlik bilan dallollik qilsa bo'ladi. Faqat yolg'on gapirmaslik kerak, aldamaslik kerak. Oluvchiga ham, sotuvchiga ham 100% to'g'ri gapirish kerak. Lekin hozir dallollardan shikoyat shuki, aldashadi. Uyni egasi bilmasdan uyini arzonroq aytib qo'ysa, shunda turasan deydi-da, borib u yoqqa boshqa narxni aytib, bundan pulni olib, u yoqda o'zinikini olib qolib, u yoqni ham, bu yoqni ham aldashga o'tadi. Bunaqa narsalar bo'lmaslik kerak. Oldindan aytib, men uyingni sotib beraman, sotib berganimga buncha berasan. Aniq. O'zing bilib berasan desa ham bo'lmaydi. Chunki o'zi bilib bersa, bu oz deydi, orada janjal chiqadi. Men shunaqa uy topa olmayapman, menga bir uy topib bering desa, bo'pti, men topib beraman, siz aytgan uyni. Lekin menga buncha haq berasiz deb kelishib olib qilsa, yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir odamlarning uyi bor, sota olmaydi, bilmaydi sotishni. Yoki vaqti yo'q. Demak, dallol yordam beradi. Ba'zi bir odamlar uy olmoqchi, uy olishni bilmaydi, yoki vaqti yo'q, yoki adashib qolishi mumkin. Shuning uchun dallol yordam bersa bo'ladi. Lekin hammasi haliga aytgandek halollik, poklik, ochiq oydinlik bilan bo'lishi kerak.